Shayxerim podarkalari. Hisoblaychi. Hop, o'tirib oling. Uzr, tushunmadim. Shayx podarka qildi dedingizmi? Да, конечно, что меня не знаете, что ли? Mani erim shayx bo'ladi. Весь O'zbekiston mani taniydi вообще-то. Tillalaringiz yaxshi ekan, lekin sizni tanimadim. Тоже мне. Xo'p, bu yoqda sizda 750, 585 va brilliant izdelalaringiz bor ekan. Hozir hisoblab sizga narxini aytaman. Qimmat hisoblab bering. Mani erim shayx вообще-то mani vesim bilan teng zolto мне подарил. Agar yaxshi hisoblab bersangiz, qolganini ham olib kelaman sizga, xo'p? Biz o'zi har doim qimmat olamiz. Bularingiz 585 proba. 5615 820 mingdan 46 million 50 ming so'm bo'ladi. Buningiz esa probasi baland 916 proba. Buni grammini 1 million 300 mingdan hisoblayman. 28.09 1 million 300 mingdan 36 million 520 ming so'm bo'lar ekan. Xo'p, buningiz 750 proba brilliant. 19.76. Buni esa 30 millionga olib qola olamiz. Общий 172 million 220 ming bo'ldi. Sizga 172 million 300 ming so'm qilib beraman. Ну ладно, 2 hafta ishim yetadi. Sanang. Gap yo'q, yaxshi yashar ekansiz. 170 million 2 million 300. Kerak emas bu paketingiz. Sumkamga solaman. Bering paketingizni. Bo'pti, mayli, rahmat, yana kelaman. Shayx xotini bo'lasizmi? Umuman kim xotini bo'lsangiz ham bizga tillalaringizni olib keling va yaxshi narxlarda sotib keting va shunaqa pullarni olib keting.